yaxshi qatorlari erta vaqtda yo'qotilgan. Bular protez taqmaganlar, faqatgina old ichlarida chaynab yurganlar. Buni yaxshi tomoni prikus balandligi ushlab qolingan, lekin mana bu ichlari hammasi qimillash darajasiga kelgan. Boyaga aytganimdek, periodont to'qimasi bardosh bera olmay, bular suyini destruksiyasini hisobiga tishlarni ushlab qola olmaydi. Lekin bu bizga kerakli joyi hali suyaklari bor holatda bemalol implant qo'ya oladigan edik. Bemorga yaxshi konsultatsiya jarayonida tushuntirib berdim. Hozir bu 5 ta tishlardan voz kechsalar, lekin suyaklari shu holatda qoldirishini taklif berdim. Bunda biza implant qo'yganimizda organizmdagi kechayotgan jarayonni hisobiga implant biroz muddatga bitishi sekinlashishi mumkin. Va biza bemorga aytamiz, endokrinologda oxirgi marta qachon bo'lganlari va qondagi saharning miqdori qancha miqdorda kamaygan yoki ko'payganlari va analiz tahlillarni bir sidirib ko'rib chiqamiz. Analiz tahlillardan keyin o'zlarini yaxshi his qilayotganlaridan hamma anamnezlarni yig'ganimizdan keyin 7 implant qo'yib berdik. Bu 7 implantdan faqatgina 6 tasiga sразу немедленно nagruska berdik. Ya'ni shu 6 tasiga vaqtinchalik koronka qo'yib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, saharning diabeti bor bemorlarga ham bemalol implant qo'ysa bo'ladi. Faqat ular bilan qo'shimcha anamnezlar va qo'shimcha konsultatsiya mobaynida tushuntirish ishlari olib boriladi. Implant qo'ygandan keyin bemalol ularga nagruska sразу vaqtinchalik koronka qo'ysa bo'ladi. Agar sizda qanchisilik muammo bo'lib, ammo sahar kasalligi bor, menga implant qo'yib bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bemalol konsultatsiyaga yozilib kelishingiz mumkin. Biz buni suhbatda ko'rib chiqib, analizlaringizni tahliliga qarab turib, keyin implant qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi.